ayol qilib yaratilganman. Menga nozik qalb, baxtli bo'lish uchun barcha ne'matlar ato etilgan. Eng asosiysi Rabbim menga ruhidan puflab, katta orzu maqsadlarimga erishishim uchun hissiyot va qalb nomli buyuk ne'matlar bilan siylagan. Men aqlim bilan birga qalbimni ham hamohang ushlashga, o'z hayotimni eng go'zal taqdirlarida yashab o'tishga, har bir onimga shukronalik keltirishga va barcha baxtlarga, ezguliklarga, cheksiz ne'matlaringga loyiqligimni anglagan holatda boshqalarga ham buni anglashlariga ruxsat beraman. Dunyoda menga berilgan umr nomli ne'matni asrayman. Sababi bu umr omonat va men eng go'zal taqdirlarni yashab o'taman. Men baxtni to'liq ranglarda his qilaman. Bilamanki, hammasi faqatgina mening niyatlarimga, amallarimga, harakatlarimga va duolarim natijasiga bog'liq. Aslida baxtli va baxtsizlar bo'lmaydi. Dunyoni ikki ko'z bilan ko'ruvchilar bo'ladi.